Assalomu alaykum ukalarim, xudo xolasa Qarshilarda Shinarayda 30. Xo'p, bunga biz nimalar qilib berganmiz? Akamiz o'zlarini uylarida tayyor mahsulotlari bor ekan. O'sha mahsulotlardan mana shunaqa holatda ko'rinishdagi kuzov karkazlarini qilib berganmiz. Xo'p, oldi tomoni forchkali bo'lgan. Hozir sizlarga bir chekkadan ko'rsatib o'taman. E'tibor qilinglar. Bu issiq sovuq ushlab beradigan namat deyiladi. Tashqarisidan har qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Mabodo yillar o'tib tent yirtilib yoki ilib oladigan bo'lsanglar, yukinglar ichida qoldirgan yukinglar uvib ketmasligi uchun har qanaqa holatda va vaziyatni oldini olishlik uchun salofan klonkalar qo'yib ketilgan. Xo'p, ikki tomoniga e'tibor qilinglar. Tashqaridan pressovniy rossiyskiy birinchi sort fanera bilan obshipka qilib berganmiz va boya aytib o'tgandek o'zlarini uylarida shunaqa ortib qolgan temirlar bor ekan. O'shani o'zidan ham mana shunaqa chiroyli holatdagi karkazlarini qilib berganmiz akalar. Oldi tomoni forchka bemalol uzun bo'lgan yuklarni o'z manziliga yetkazib oborsanglar ham bo'ladi. Orqa tomonlar oddiy klapanli bo'ladi. Ya'ni klapan nima degani? Oddiy pardali bo'ladi. Kerak emas bo'lgan payt tepasida 3 ta lentasi bo'ladi. Shunga boylab qo'ysanglar bo'ladi. Akalar, mana bu yon tomondan ko'rinishlari. Fanerimizni mana e'tibor qilinglar mana. To'rli pressovniy rossiyskiy faner va namat qo'yilgan, salofan qo'yilgan. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranlarda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishinglarni tez va sifatli qilib va narxlarini juda ham bir hamyonbop bo'lgan holatda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.